Men ham qo'ysam maylimi? Ho, o'zma qo'yasiz. Ha, keling. Qilig'ingda o'ttirsin seni. Hali qarab tur, sen juvonmak. Chol ketsin, hammasini aytib bermasammi? Tezroq bil, kech kirib qoldi. Haligacha ovqating tayyormas. Oy, anoni qarang. Tavba. Bu nima qiliq? Miyasini yegan chol. O'zimiz ochdan o'lyapmiz-ku, kiyikka balo bormi? Tezdan yo'qot buni. Mayli, yo'qotaman, ko'p baqirma. Voy, ochimdan o'ldim-ku. Ovqat berasizlarmi, yo'qmi? Toqatim toq bo'ldi. Qizing bizni yomon ko'radi. Endi bizni yo'qotish payiga tushibdi. Oh, oppoq qizim-a. Biz sho'rlik baxti qorolar endi nima qildik-a? Mang opajon, yig'lamang-ye. Noliyman, sho'rmaychaman. Bular bizga baribir kun berishmaydi. Yaxshisi bu yerdan ketaylik qizim. Ikkovimiz yolg'iz turaylik. Yura qol qizim, yur. Ha, bilib qo'y. Qaytib kelishni xayolingga keltirma. Ostonadan kiritmayman. Sen shu yerda o'tirib tur qizim. Men borib chaylaga shox kesib kelay. Kelinglar, kiringlar bolalarim. Sizlarni anchadan beri kutayotgandim. Hozir choy qo'yaman, birgalashib choy ichamiz. Ovora bo'lmang buvijon, men o'zim qo'yaman. Umringdan baraka top qizim. Iching buvijon. Rahmat qizim. Bu yerda yolg'iz o'zingiz turasizmi? Yolg'iz o'zim, bir o'zim turaman qizim. Mana u nima buvijon? Somsaga hammasi. Biz qorib qo'yamiz. Siz dam oling. Ha? Qaytib keldingmi? Arzandan qani? Adashtirib qo'ydim. Kuni bilan qidirdim, hech qayerdan topa olmadim. Ha, yo'qolsa yo'qolar. Yot, uxla. Qo'ling dard ko'rmasin qizim. Biram shirin bo'ptiki. Endi seni hech kim xafa qilmaydimi? Yo'q. Uyingni sog'indingmi?
Bu yer senga yoqmadimi? Yoqdi buvijon. Ammo o'z uyimni ko'rgim kelib qoldi. Otamni sog'indim. Bunday bo'lsa tush. Narsalaringni yig'ishtir qizim. Rahmat sizga buvijon. Zina bilan yerto'laga tushsang, u yerda ikkita eshik ko'rasan. Biri qizil, biri oq. Qizil eshikdan kirib, qizil sandiqni olib chiq. Senga shuni sovg'a qilaman. Mana u sandiqni kaliti. Sandiqni esa uyingga borganda och. Tag'in yo'lda ochib yurmagin. Rahmat sizga buvijon. Xayr qizim. Xayr buvijon. Xayr. Jon qizim. Otajon. Esalomon keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otajon. Qani uyga kiraylik qizim, yura qol. Voy. Oy. Sandiqni och. Ichida nima bor ekan? Voy, och. Och. Voy, o'lmasa. Voy. Voy, menga qam bunaqa sandiq menga qam. Hoy, sor. Meni ham qizimni o'sha yoqqa olib borib qo'y. Hop, mayli, yura qol, ko'p bo'kirma. Obor tezroq. Shu yerda jim o'tir, men ketdim. Uyda nima qilib o'tiribsan? Yodashib qoldingmi? Sen nima ishing bor? Voy, hali shunaqamisan? Ko'p baqilama kampir. Men seni uyimga taklif qilmoqchi edim. Voy, jonimni. Yura qol. Choying qani? Hozir qizim, hozir. Chan qimirla. Uyqum kelib qoldi. Mana choy. Ich qizim. Qornim to'ydi. Endi yotib uxlayman. Zerikib ketdim bu yerda. Uyga ketaman. Kelsang ketaver qizim. Seni ushlab turganim yo'q. Voy, sovg'a nima bo'ladi? Qanaqa sovg'a? Axir mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku. Hali shunaqa degin. Xo'p, bo'lmasa. Yerto'laga tushsang, u yerda ikkita eshik bor. Biri qizil, biri oq. Oq eshikdan kirsang, oq sandiqni ko'rasan. Ana o'shani olib chiq. Hop. Voy. Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Mana kalit. Sandiqni uyingga borgandan keyin ochgin. Yo'lda ochib yurmagin. Xo'p. Endi nima qilishni o'zim bilaman. Qizim, nima qilyapsan? Yer yutgur kampir meni aldabdi. Sanda sovuq qiluvdi, ichida atigi bittagina o'ziga bor ekan. Shunisiga ham shukr qil. Hech Qani tomay. bir ko'raylik. Bismillahirrohmanirrohim. Shosh, men o'zim. Yo'q.